Salom Farg'ona, Marg'ilon shahridagi 300 yildan ortiq yil oldin qurilgan uy haqida bilasizmi? Bugun mana shu uy haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin Instagram sahifamga obuna bo'ling, zarar qilmaydi. Xonadon egalarining gaplariga ko'ra, ushbu uyning qurilish jarayonida ustalar tomonidan bitta to'sin kalta aralab qo'yilgan ekan. Xonadon egasi esa kalta aralangan to'sinni silab, ikki og'iz niyat qilar ekan. Keyin ustalarga to'sinni ishlatavering deb aytgan. Xijolat tortgan ustalar esa to'sinni ishlatishgan, lekin to'sin kalta emas, belgilangan joyga mos bo'lib qolgan ekan. Rosti bu hovli menga juda yoqdi. O'zimni xuddi moziga tushib qolgandek his qildim. Marg'ilon shahrining markazida Charog'on mahallasida joylashgan ushbu xonadon naqd salkam 330 yil oldin, ruhlari shod bo'lsin, Valixon To'ra tomonidan qurilgan ekan. Siz tomonda ham uzoq yillik uylar bormi? Kommentga fikringizni yozib qoldiring. Videoni esa bu joyni bilmaydigan marg'ilonlik tanishingizga yuborib qo'ying.